Bizning Anilan Dublyaj.uz kanalimizni homiy bo'ling va sizning loyihalaringiz bizning kanalimizda namoyish etiladi. Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Jamol, nimalar bo'lyapti? Biz qayerga tushib qoldik? Men bilmayman, Anilan. Menimcha biz bu yerga tiqilib qoldik. Tushunmadim. Bu yerdan qanday qilib chiqib ketamiz? Meni esimda qolgani shuki, biz portalga kirdik, keyin shu yerda uyg'ondik. Anilan, menimcha men u yerda nimanidir ko'ryapman. Jamol, nima deb o'ylaysan? Bu yerdan qanday qilib chiqib ketsak bo'ladi? Balkim yashirin yo'llar bordir. Men bilmayman. Iltimos meni bu yerdan chiqarib yuboringlar. Kimdir nolalaringni eshitdi. Qani Jamol, tezroq bu yerdan quyon qilish kerak. Ha, Anilan, to'g'ri aytasan. Nima deb o'ylaysan? Bu yerdan chiqish yo'li bormikin? Balkim bordir, lekin men buni bilmayman. Albatta buni hech kim bilmaydi. Buni hech kim bilmaydi. Hattoki men ham bilmayman. Jamol, men o'ylashim bo'yicha, mening hisob-kitoblarim bo'yicha biz mana bu yerga qarab borishimiz kerak. Lekin mana bu la'nati panjarani qanday qilib ochishni bilmay o'tiribman. Jamol, senda qanday fikrlar bor? Menimcha bu o'zi ochilsa kerak. Yer la'nati, rostdan ham o'zi ochildi. Qani bu yerdan quyon qilamiz, Jamol. Men u yerda sandiq ko'ryapman. Sandiqda nima bor ekan? Sandiqning ichida richak bor edi. Uni mana bu yerga ulasa agar eshik ochilar ekan. Ey Jamol, rostdan ham eshik ochildi. Qani la'nati tezroq yur. Urra, qani olg'a. Ha Jamol, biz buni uddaladik. Qani olg'a, olg'a. Sen buni qanday bilding eshik shunday ochilishini? Jamol, bu yerda ishlamaydigan kallani ozgina ishlatib turish kerak. Men buni ichimdan sezdim. Endi senga savol. Sening iching hozir senga nima deyapti? Xo'sh, men o'ylashim bo'yicha biz yo bu yerga bormaymiz. Mana bu yerga borsak bo'ladi. Men bu yerda nimanidir ko'ryapman. Biz birinchi darajadan o'tib oldik. Jamol, qani bu yerga kel. Tushunmadim, yana qanday daraja bo'ldi? Menimcha biz bu yerdan kalit qidiramiz yoki bo'lmasam qochish uchun yo'l. Men bu yerdan unisini ham, bunisini ham topmadim, xullas davom etamiz. Jamol, bu yerda chiqish deb yozilgan ekan. Nima deb o'ylaysan? Bu yerda maxluqlar bormikin? Men bilmayman. Men axir maxluqlardan qo'rqaman. Menimcha bu yerda qo'rqinchli maxluqlar bo'lmasa kerak. Men o'ylashim bo'yicha Jamol, bu yerdan chiqish yo'li umuman bo'lmasa kerak. Jamol, bu yoqqa kel. Sen buni ko'rmasang bo'lmaydi. Nima deb o'ylaysan, Jamol? Biz bu yerdan chiqa olamizmi yoki yo'qmi? Nega ha deb orqada qolib yuribsan? Yuragimga to'kilmay. Yo'q, bu yerdan o'zi qornim og'riyapti. Sen tug'ilganingdan beri qorning og'riydi. Bu yerdan chiqa olaylik, men seni o'zim otib o'ldiraman. Iloyim, og'zingni olib yoqangga yopsin. Esingdami portalni buzib kirganimiz? Ha, esimda. Bo'lmasa nimani kutyapsan? Nima deganing bu? Sen portal haqida so'rading, men javob berdim. Yana nima kutyapsan mendan? Xo'sh, nimani kutyapsan deyapman. Sen mendan nima xohlaysan o'zi? Axir biz portal ichidagi darajalardan o'tyapmiz. La'nati, shunday demaysanmi? Xullas, richak menda. Mana endi tezroq harakat qilmasak bo'lmaydi. Qani boshladik. Nima deb o'ylaysan? Bu yerda lazer o'tadigan qurollar va sichish uchun tuvaletlar bormi? Balkim bo'lishi mumkin, lekin nima uchun so'rayapsan? Chunki to'g'ri kelgan joyga sichmasliging uchun gapiryapman. Men hech qachon to'g'ri kelgan joyga sichmayman. Aytib qo'yay, bu safar seni og'zingga sichaman. Xo'sh, Anilan, endi seningcha biz qaysi tomonga boramiz? Men o'ylashim bo'yicha mana bu yerga. Ey, sen bunga qarab, bu yer anchagina shinamgina ekan. Ha, shinamgina-yu, lekin bu yerdan chiqish yo'li qayerda? Men faqat chiqadigan bitta yo'lni ko'ryapman. U ham bo'lsa mana bu. Anilan, men suvdan qo'rqaman. Mayli, unda birinchi men harakat qilib ko'raman. La'nati, menimcha men tiqilib qoldim. Ey, sen suvdan qo'rqaman degan eding-ku. Endi senga bu yerga joy yo'q, yo'qol bu yerdan. Yo'q, meni urma, men tushib ketyapman. Jamol, bu yerda yana bir xona bor ekan. Chiqyapsanmi, Jamol? Mana men chiqyapman, faqat urma meni. O'ylay. Men senga meni urma dedim. Endi shapkam qayerga uchib ketdi? Bu yer qandaydir ofis va seni chang bosgan kompyuteringga o'xshagan kompyuter bor ekan. Ko'p gapirma. Men o'ylashim bo'yicha bu yerda qiziqarli narsa yo'q. Ey, Jamol, kompyuterga o'tirib ko'rchi ishlarmikin? Mana boryapman. Unday emas, sen haqiqiy ofis ishchisiga o'xshab kel. Assalomu alaykum. Bugungi ekranlar qarshisi ostida Jamol Jamalak, uning atrofida hamma kallar falak. Agar sen shunday efirga chiqadigan bo'lsang, seni it ham ko'rmaydi yoki seni toshbo'ron qilib o'ldiradi. Xullas Jamol, biz shunday qilib to'g'riga borishimiz kerak. Jamol, bu yerda eshik ochiq ekan. Nima deb o'ylaysan? Bu sandiqda nima bor ekan? Anilan, qog'oz uchun senga katta rahmat. Hali ham men buni o'qimagan ekanman. Sen bola, meni yuragimga to'kilding. Tushunmadim. Qanla'nati bu yoqqa kel. Anilan, bu yerda nimadir tayyorlab qo'yilgan ekan. Bunisi yana nima rasvolik bo'ldi? Menimcha biz mana bu yerga borishimiz kerak. Birinchi seni shapkangga uchiraman, mana endi olg'a. Padaringga la'nat, shapkamni ipi uzilib ketdi. Quloq sol, bu yerda ham chiqish yo'li yo'q ekan. Men chiqish yo'lini ko'ryapman. Men toza havoni his qilyapman. Qani Jamol, tezroq yur. Ha, buni men ham his qilyapman. Axir men senga aytdim-ku, voy la'nati, bu yana nimasi bo'ldi? Menimcha bu chiqish yo'li emas, ko'proq kirish yo'liga o'xshaydi. Jamol, men bu yerni bilaman. Bu yerda Dom Flonki bo'lish kerak. Flonki. Sen shu yerdamisan, Flonki? Men keldim, kichkintoy Flonki. Shu yerdamisan? Menimcha u bu yerda yo'q. Nega bu yerda yo'q? Sen yuragimga to'kilding shapkamdan urib. Yo'qolay shapkang bilan birga. Jamol, nima deb o'ylaysan? Flonki qayerga yo'qolgan ekan? Men bilmayman. Men o'ylashim bo'yicha Flonki ham chiqish yo'lini qidirgandir. Jamol, men bu yerdan chiqish yo'lini topdim. Men ham bu yerdan chiqish yo'lini qidiryapman, lekin topolmayapman la'nati. Hoy la'nati, tepada nima qilasan? Mana men pastdaman. Hozir men mana tushib oldim. Ay xayriyat. Jamol, nega sen buncha imillab yuriysan? Sendan toshbaqa ham tezroq yuradi. Qani tezroq bo'l la'nati. Qani bila qol, biz tezroq chiqish yo'lini topishimiz
olishimiz kerak. Meni qornim och qoldi. Shu o'xshatib solaman o'zi. Jamol nima deb o'ylaysan? Bu chiqish yo'limi yo kirish yo'limi? Men o'ylashim bo'yicha bu chiqish yo'li emas. Qara Jamol, tillolik plastinka bor ekan. Ha, mana bu tillolik plastinkani sotib, mo'maygina pul ishlasa bo'ladi. Qani Jamol, tezroq qimirlaymiz. Mashoyixlarimiz aytganiday, ko'timizga sarguzasht izlaymiz. Biz plastinkaga shilimshiq iz qoldirishimiz kerak. Izni tushundim, lekin shilimshiqni qayerdan olamiz? Menimcha biz shilimshiqni shu yaqin atrofdan topsak kerak. Ajoyib, lekin qayerdan topamiz? Balkim bu mana bu yerdadir. Jamol, men sandiq topib oldim. Mana ichida shilimshiq ham bor ekan. Ajoyib. Qani chaqqonroq qimirlaymiz. Menga qiziq bo'lyapti. U qanday ishlarkin? Buni bosgan bilan ishlamadi-ku. Balkim buni mana bu yerga qo'yish kerakdir. Mana ishladi. Jamol, sen buni ko'ryapsanmi? Biz buni uddaladik. Tushunmadim, nimalar bo'lyapti? Mana bu yerda ham shilimshiq bor ekan. Xullas men mana bunday qilaman. Men tushunmayapman, Jamol, sen nimalar qilmoqchisan? Mana bu boshqa gap. Malades Jamolchik. Menda bir savol bor. Endi nima qilamiz? Keyingi rejalarimiz qanday? Men o'ylashim bo'yicha keyingi funksiyalari ham shunday ishlasa kerak. Jamol, kel buni birgalikda sinab ko'ramiz. Qani eshik ochilarmikin yoki yo'qmikin? Albatta ochiladi, faqat biz nishonga tushirishimiz kerak. La'nati, meni shilimshiqim yo'qolib qoldi. Jamol, endi nima qilaman? La'nati, nima deganing bu yo'qolib qoldi? Bizda boshqa yo'l yo'q. Endi nima qilamiz? Men cho'ntagimni tekshirib ko'rdim. U yerda hech nima yo'q ekan. Qani buni bu yoqqa cho'z. Buni endi senga keragi yo'q. Mana endi qara, professional qanday ishlaydi? Yo'qolgan shilimshiqni qaytarib oldim. Boshingdan qolsin. Seni professionalligingga tupurib qo'yganim bor. Mana shunday. Jamol, menimcha senga tezlik yetmayapti. Agar sen ovozingni o'chirib tursang, menga hamma narsa yetib ortadi. Meni Jamol Burgut ko'z deylar. Jamol, tasavvur qil, qaynonangga tosh o'tyapsan. La'nati, bu ish berdi, eshiklari ochildi. Keyingi sinov o'zi yuradigan bloklar ekan. Jamol, sen buni ishlata olasanmi? Ha, axir bu oson-ku. Nima degani bu o'zi yuradigan bloklar? Bosib ko'r, bilamiz. La'nati, axir u yuryapti. Sen buni uddalaysan, axir bu oson-ku. La'nati, hozir yana bir marta urinib ko'raychi. U seni oldinga kelishini kutishing kerak. Mana shunday. La'nati, padaringga la'nat. Rasvo bo'ldi-ku. Jamol, tasavvur qil, seni qorning og'riyapti. Qorin og'risa birdan to'siqlar bermaydi yordam. Mana endi bizga richak va jile kerak bo'ladi. Jamol, men uzoqdan sandiqni ko'ryapman. Menimcha ichida richak yoki bo'lmasa jile bor. Nima deb o'ylaysan? Ichida qaysi biri bor ekan? Men o'ylashim bo'yicha ichida richak bor. Mayli, hozir borib ko'ramizda ichida nima bor ekan. La'nati, Jamol, ichida jile bor ekan. Jamol, sen yutqazding. Yo'q, shunaqa. La'nati. Yo'q, bu yerdan anglayman. Padaringga la'nat, qilib yo'qa kel. Mana hammasi tayyor, lekin nimagadir eshik ochilmadi. Mana endi bizga richak kerak. Men bilaman richakni qayerda ekanligini. Qani men bir harakat qilib ko'raychi. Qani ana shunday, mana shunday yiqilib ketma. Men buni uddaladim, Jamol. Qo'rqma Jamol, men seni oldingdaman. Tasavvur qilib ko'r, seni yana qorning og'ridi. Ha, albatta, men buni uddalayman. Va nihoyat men sikishga kelyapman. Men buni uddala olmasam kerak. Jamol, taslim bo'lma. Mana menga qarab sakragin. La'nati, men ham yiqilib ketdim. Tezroq kel Jamol, menga yordam kerak. Meni o'zimga yordam kerak. 2 soatdan beri mana bu yerda o'ta olmayapman. Jamol, oldingi videolarimizni bir eslagin. Senga motivatsiya beradigan qo'shiq qo'ya beraman. Va nihoyat men buni uddaladim, anglayman. Men ham sen kabi xursandman, lekin bitta savol bor. U yerga qanday qilib o'tamiz? Kallamga bir g'oya keldi. Men yugurib kelib sakragan vaqtim sen meni bor kuching bilan itarasan. Shunday qilib men narigi tarafga o'tib olaman. Yaxshi g'oyaga o'xshaydi. Jamol, sen tayyormisan? 3 gacha sanayman. 1, 2, 3, olg'a! Qani Jamol, orqamdan itar. La'nati, nega itarmaysan? Sen loq bo'lsang, ayb menda emas-ku. Qani men o'zim o'tib ko'raychi. Men o'tib oldim. Menchi, qani tezda orqangga qayt. Mayli, qani yana bir marta urinib ko'ramiz. Mana bu safar biz buni uddalaymiz. To'g'risi men buni uddalayman. Tayyormisan Jamol? Xullas Jamol, men mana bu yerga kelgan vaqtim sen meni itarishing kerak. Hozir emas, la'nati. Uzr, adashib ketdim. Tayyormisan Jamol? Qani boshladik. Qana, biz buni uddaladik. Ha, endi parkur qilib sakrash meni galim. Qani tezda kanalga obuna bo'ling. Bir kichkinagina savol bor Jamol. Endi nima qilamiz? Shoshma, biz shu eshikdan kirib kelmadikmi mabodo? Ha, shu yerdan. Menimcha men tushundim Jamol, sen qanday ham eshak miyasan. Bizga shilimshiqlar mana bu qimirlaydigan bloklarni qimirlatish uchun kerak bo'lgan ekan. Xullas Jamol, shilimshiqlarni izla. Injenursan, yanami? Bo'lmasam boshladik. Biz qanday qilib buni payqamagan ekanmiz? Hammasiga sen aybdorsan Jamol. Qani richakni o'rnab yerga. Ha, mana shunday. Nega eshik ochilmadi la'nati? Padaringga la'nat, nega shilimshiqni o'zing bilan olib olding? Qani joyiga yetib qo'y, tez bo'l. Mana bo'ryapman, faqat chakkamdan urma. Ha, mana shunday. Ish degani mana bunday bo'libdi. Qani Jamol, ortimdan. Bu yana nimasi bo'ldi? Nima deb o'ylaysan Jamol? Nima ekan bu? Menimcha bu yerda ko'rinmas bloklar bor. Hozir ko'ramizda. Rostdan ham ko'rinmas bloklar bor ekan. Mana endi bu ko'rinmas bloklarning ustidan ehtiyotkorlik bilan o'tmoq lozim. Eng asosiysi bu yerdan yiqilmaslik kerak. Bu yerdan esa men birinchi o'tib oldim. Ha, menimcha biz yo'limizni hali yarmidan o'tdik. Hali yana yarmi bor. Bu yana nimasi bo'ldi Jamol? Bu yerda ham ko'rinmas bloklar bor. Nima deb o'ylaysan? Qaysi yo'ldan borsak ekan? Xullas biz qaysi yo'ldan borishimizdan qat'iy nazar richakni topishimiz kerak. Ha, bu gapingga 100% qo'shilaman. Jamol, o'ylashim bo'yicha bu yerdan o'tish unchalik ham qiyin emas ekan. Shunchaki biz o'sha xonaga kirib olishimiz kerak.
To'g'rimi? Jamol, Jamol sen qayerdasan? Anyalan ehtiyot bo'l, bu yerda ham labirint bor ekan. Ey, yuragimga to'killik bu labirintlari. Qani Jamol tezroq richagni bura, tezroq. Mana shunday. Eshik ochildi Jamol, eshik ochildi. Qani olg'a, olg'a. Jamol tezroq kel, men seni eshik oldida kutib o'tiribman. Mana men boryapman, faqat meni itarib yuborma. Qani tezroq bu yoqqa kel, bo'lmasa men seni itarib yuboraman. Agar meni itarib yuborsang aytib qo'yay, qoningni ichaman. Hazillashdim. Qani bo'lmasam olg'a. Men tunnelning oxirida yorug'likni ko'ryapman. Tezroq Jamol, biz yaqinlashib qoldik. Ha, biz yaqinlashib qoldik. Anyalan sen buni ko'rmasang bo'lmaydi. Obbo, yana shu la'nat labirintga tushib qoldikmi Jamol? Xullas menda bir taklif bor. Xullas bu yerni o'rganib chiqib, keyin bir qarorga kelish kerak. Xo'sh, sen shunday qilib qanday qarorga kelding? Men bu la'nat labirintdan qanday qilib o'tishimizni o'ylayapman. Anyalan, hozir men senga bu yerdan qanday qilib o'tishni o'rgataman. Yaxshi. Mana shundaymi? Xo'sh, sen bu yerda nimanidir ko'ryapsanmi? Men bu yerda hammasini ko'ryapman. Hammasini ko'ryapman deyapman. Yel la'nati seni deb tushib ketdi. Bu yerdan chiqadigan yo'lni o'zi qayerda edi? Men qayerdan bilaman chiqish yo'li qayerda ekanligini? Biz bu o'yindan o'tishimiz uchun sen richagni o'rnatishing kerak. Ha, mana men o'rnatdim. Men buni o'rnatdim. Qani bilmasam olg'a, olg'a. Senga gap bo'lishi mumkin emas. Qani olg'a, Jamol olg'a. Tezroq ortimdan. Obbo la'nati. Jamol bu yerda lazerlar bor ekan. Ular bu yerda nima qiladi? Men o'ylashim bo'yicha lazerlar juda xavfliga o'xshaydi. Aha, men seni tushundim. Jamol ehtiyot bo'l, ehtiyot bo'l. Biz juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Xullas Jamol, bu yana nimasi bo'ldi? Bu yerning har bir joyida bosh qotirmalar bor. Sandiq ichida nima bor ekan? Uning ichida shilim chiqib bor edi, men uni oldim. Xo'sh Jamol, mana men ikkinchi etajdaman va bu yerda qandaydir qurilma bor. Jamol ehtiyot bo'l, qaltis harakat qilsang o'lasan. Meni tushundingmi? Men senga yosh bola emasman. Hayotda hech qachon Jamol deganiga ishonmang va uning so'zlariga ham. Jamol, meni bir savol qiynayapti. Sen bu yerdan qanday qilib o'tib olding? Axir bu oson-ku. Axir bu platforma ishlamayapti. Sen qanday qilib o'tib olding? Bu yana nimasi bo'ldi? 1 daqiqa. Axir bu yerda teshik bor ekan-ku. Jamol, qani bu yoqqa kel. Qani shoshmanglarchi. Yo, Jamol, sen bunga qara. Bu yerda bir katta xona bor ekan. Keyingi sinov boshlandi, Anyalan. Ha, bosh qotirma davom etadi. Xo'sh, Jamol, bu yerda mana bu richak nima qiladi? Xo'sh. Hech nima o'zgarmadi-ku. Shoshmachi, 1 daqiqa, 1 daqiqa. Axir bu Porsche'ni yuqoriga ko'tarib pastga tushiradi. Jamol, sen buni ko'ryapsanmi? Bunisiga nima deysan, Anyalan? Nimalar qilding sen, ha, Jamol? Xullas men tushundim. Xullas sen richagni pastga tushirib tepaga ko'tarishing kerak eshik ochilishi uchun. Endi kichkina muammo, biz eshikkacha qanday bora olamiz? Ha, bu vazifa oson emas. Balkim bir necha sekund ichida ulgurarsan. Chiqmagan jondan umid, bir urinib ko'rish kerak. Mana bu lazerlarga tegmasdan sakrashing kerak. Yellanati, men qo'rqib ketyapman. Nimani kutyapsan? Axir vaqt ketyapti. Jin ursin, bu yer juda ham baland ekan, men balandlikdan qo'rqaman. Kimga aytyapman? Qani sakra! Biz bu sinovdan bir necha soatlar sarflab o'tib oldik. Mana endi yangi sinov boshlandi. Jamol, sen qayerdasan? Mana men bu yerdaman. Jamol, sen u yerda nima qilyapsan? Sen har doim qayerdadir yo'qolib yuribsan. Bu yerda qandaydir knopka bor ekan, bir bosib ko'raychi. Men qandaydir xonaga paydo bo'lib qoldim. Jamol, men seni yozuvingni ko'ryapman. Men hali ham shu yerdaman. Xo'sh, mana endi shoshma. Demak, men ikkinchi etajdaman. Bu yerda esa ikkita blok va mana bu yerda eshik bor. Qizil knopka ham bor ekan. Biz eshikni ochishimiz uchun ikkita richak topishimiz kerak. Menda bitta richak bor. Bu richak emas, knopka. Xo'sh, Jamol, demak bu xonada eshik, ko'rinmas bloklar va sandiq bor. Endi savol, u yerga qanday qilib borib richakni olib bilamiz? Bu yerda ikkita knopka bor ekan. Men birinchi borib yashil knopkani bosaman. Biz bilmaymiz-ku u yerda nima borligini. U yerda yana ikkita knopka bor ekan. Yana ikkita knopka deysan? Sen qaysi birini bosding? Men ko'kni bosdim, ko'kni bos. Bu Jamol deganlarni ko'tiga qurti bor, o'tira olmaydi bir joyga. Faqat ko'kni bosma demoqchi edim. Sen bola meni ustimdan kulyapsanmi? Qani hech nima o'zgarmadi-ku. Yellanati, bo'lmasam o'zing urinib ko'r. Bo'lmasam Jamol, biz eski priyomni qo'llaymiz. Har doimgidek men sakrayman, sen meni orqamdan itarasan va men narigi tomonda o'tib olaman. Qani bilmasam nimani kutyapmiz? Anyalan, qani orqamdan itar. Ha, biz buni uddaladik. Xo'sh, Jamol, mana men eshikni ochdim. Qani ichkariga kir. Katta rahmat, Anyalan. Nima deb o'ylaysan? Sandiqda richak bormikin? Ha, sandiqda richak bor ekan. Qani bilmasam olg'a. Qani Jamol, olg'a, angrayib o'tirma. Biz bilgandik, kutgandik shunday o'zgarishlar bo'lishini. Qani richakni pastga bos, olg'a. Biz uni uddaladik. Ol oyog'im tagiga o'rlashma. Anyalan, qani tezroq bu yoqqa kel. Tinchlikmi Jamol, nimalar bor ekan? Tezroq kelsang ko'rasan. Qiziq, bu galvars nimani ko'rgan ekan? Anyalan, sen buni ko'ryapsanmi? Xo'sh, hozir tekshirib ko'ramiz-da, qani bu yerda nima bor ekan. Sen buni ko'rmasang bo'lmaydi Jamol. Axir bu eng ajoyib joy ekan sen ishtoningga sichishing uchun. Sen uchun toza suv ham bor ekan. Hozir hazilni vaqti emas. Ha, bo'pti, hazillashdim. Nima deb o'ylaysan Jamol? Biz bu o'yindan o'ta olamizmi yoki yo'qmi? Men bilmayman. Tushunarli. Bu yana nimasi bo'ldi? Men o'ylashim bo'yicha bizga richak kerak suvni ochish uchun. Nega endi biz suvni ochishimiz kerak? Mening hisob kitobim bo'yicha xonani suvga to'ldirishimiz kerak biz ikkinchi etajga chiqib olishimiz uchun. Lekin suvni ochish uchun richakni qayerdan olamiz? Xullas Jamol, mana men ikkinchi etajdaman. Men bu yerga suv bosgan yo'lakcha orqali keldim. Men ham boryapman, Anyalan.
Kallang qurisin seni, bu yerda emas, orqa tomondan kelishing kerak. Jamol, senga o'rgataverib o'zimda qolmadi. Men senga aytdim, suv bosgan yo'lakcha orqali keldim deb. Bo'ldi baqirma, men seni tushundim, mana bo'ryapman. Men xuddi suv osti kemasiga o'xshab chiqyapman. Bip bip, mana men. Men adashmasam mana bu sandiqning ichida richak bor. Ha, bu yerda richak bor ekan. Qana boshladik Jamol. Jamol, agar pastni suv bossa menga aytasan. Yaxshi. Anilan bu yerni suv bosdi. Ha, mana buni action desa bo'ladi. Menga shu kerak edi. Qani olg'a. Xullas, men bu bosh qotirmani tushundim. Men bu bosh qotirmani tushunishim bo'yicha hamma xonalarni mana shunday suv bostirib o'tishimiz kerak. Jamol, axir bu sening yaxshi ko'rgan platformang-ku. Shu narsa meni yuragimga to'kildi. Jamol, axir bu qiyin emas-ku. Qara men qanday qilib osonlikcha o'tyapman bu yerdan. Qani yana bir qadam. Aha. Mana shunday. Mana men o'tib oldim. Mana endi tomosha qilamiz. Jamol bu la'nati platformadan qanday qilib o'tarkan. Jamol, sen shoshilmasdan bu platformani ustiga chiqishing kerak. Qani bilmasam olg'a. Jamol, men shoshilmasdan dedim, glyuk deganim yo'q. Mana endi hamma yo'g'ini suvdan to'ldirib tashlash kerak. Tsunami bo'ladi, tsunami. Mana 1 sekundda hamma yoq suvga to'ldi. Mana richak menda, suvni o'chiramiz, eshiklar ochiladi va biz yo'lda davom etamiz. Xullas Jamol, bu qo'limdagi richakni ko'k blokka o'rnatishimiz kerak. Nima deb o'ylaysan? Birinchi urinishda eplarmikinman? Yo'q, men unday deb o'ylamayman. Qarab tur, men senga hozir master klassni ko'rsataman. Jamol, ko'zingga ochkilarni taqib menga qarab tur va o'rgangin. Mana shunday. Men nimanidir ko'ryapman, Anilan. Keyingi sinov bo'lsa kerak-da. Kim birinchi? Men birinchi. Hoy Jamol, sen qayerdasan? Mana men ortingdaman.